Akuminit Essay texnologiyasi asosida ishlab chiqarilmaydi. Akuminit Essay bu draje masallig'ining dastlabki foydali vositalarini saqlab qoluvchi innovatsion texnologiyadir. Texnologik jarayonda biz kuch akkumulyatsiyasi innovatsion texnologiyasidan foydalanamiz. Maxsus moslamadagi jarayonda manfiy quvvat zarralari havoning turbulent oqimi asosida o'simlik yig'indisiga ishlov beradi. Natijada stivning diffuz holati yupqalashishining hisobiga ular qo'shimcha tarzda quvvatlanadi. Keyin ulardan eng muhim va faol biologik elementlar ajrab chiqadi. O'simlik yig'indisi faollashgandan so'ng karamel tayyorlash jarayoni me'yoriy tizimda amalga oshiriladi. Ya'ni dastlab karamel sharbati tayyorlanadi, so'ng vakuum uskunasida quruq karamel holatiga keltiriladi. Keyin 80 darajadan past haroratda sovitiladi. Bu karamel tarkibiga o'simlik yig'indisi va boshqa ta'm beruvchi vositalar qo'shiladi. Limon kislotasi, bo'yoqlar va aromatizatorlar. Bizning mahsulotga faqat tabiiy bo'yoq ishlatiladi, ya'ni u yorqin rangli mahsulotlarning ekstraktlaridir, masalan, qora uzum va hokazolar. Shuning uchun ham mahsulotimizni tabiiy mahsulot toifasiga kiritish mumkin. APLning o'z zavodi tashkil etilishi kompaniya hayotida mutlaqo yangi bosqichni boshlab berdi. Bu ulkan intilish, u raqobatbardoshlikni ta'minlaydi. Bu jahon bozorida kompaniyamizning eng katta yutug'i va afzalligidir. Chunki biz o'z mahsulotimizni ishlab chiqaramiz. Bu esa buyurtma asosida ish yurituvchi kompaniyalardan farqli o'laroq bizning mahsulotlar narxini arzon bo'lishiga zamin yaratadi. Biz ishlab chiqaruvchiga muhtoj emasmiz. Bizda narxlar sakrashi kuzatilmaydi. Shuningdek, ishlab chiqarilayotgan mahsulot hajmida muvozanat buzilmaydi. Biz patentlangan texnologiya asosida o'zimizning eksklyuziv mahsulotimizni ishlab chiqaramiz va rivojlantiramiz. Muqobili dunyoda yo'q. Bizga eng ko'p ehtiyojmand odamlar uchun drajening 13 turini ishlab chiqardik. Allergiyasi va diabeti borlarga, tez ulg'ayishni boshlaganlar va bizni ko'magimizga muhtoj bo'lganlarga, charchaganlar va tushkunlikka tushganlarga, yordamimizga muhtoj bo'lgan har bir inson haqida qayg'urdik. Sizga o'z mahsulotimizni taqdim etishga tayyormiz. Kuchli, ishonchli va innovatsion. Bu mahsulot dunyoni o'zgartirishga qodir. ALT bu allergiyaga qarshi kurashda paydo bo'lgan yangi so'zdir. Tarkibida faqatgina tabiiy komponentlar bor. Allergiya odatiy muolaja usullariga bo'ysunmaydi. Shuning uchun o'z farzandim uchun innovatsion mahsulot ALTni tanladim. Uning tabiiyligiga ishonchim komil. Qizim ham bu qandlarni juda sevib iste'mol qiladi. Bolalar bizga eng ko'p ilhom baxsh etuvchi farishtalardir. Shuning uchun ham butun oila uchun vitaminlar jamlanmasini yaratish borasida biz alohida e'tibor bilan ishladik. Grow organizmning immun himoya tizimini kuchaytiradi. Tumov oxirgi marta qachon rejalarimizni buzganini eslolmayman ham. APLning Grow qandlari butun oilam himoyasidir. APL kompaniyasi o'z mahsulotlarini aql bovar qilmas darajada mazali etib tayyorlab, sog'lom taomlanish borasida yuksak natijalarni qo'lga kiritdi. Tengdoshlarim orasida o'z salomatligi haqida qayg'urish urfga kirib qoldi. Men o'z immunitetimni Mels drajesi yordamida mustahkamlayman. Butunjahon Sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, inson tanasida mavjud bo'luvchi barcha kasalliklarning 80% yoki to'g'ridan-to'g'ri parazitlarning shakllanishi yoxud ularning bizni organizmdagi rivoj topishi bilan bog'liq bo'lar ekan. APL kompaniyasi Mels nomli ajoyib jamlanmani taklif etadi. U salomatlikni tiklashga va parazitlardan butunlay xalos bo'lishga yordamlashadi. Mahsulotimiz zarda bo'lish, ovqatdan zaharlanish, og'iz qurishi va qorin dam bo'lishi kabi nozik xastaliklarda ham yordamga shoshadi. Bu qandlarning tez ta'sir ko'rsatishi menga juda yoqadi. Ice tarkibiga kiruvchi moychechak, qizilmiya, allof, vera aloesi, chakanda va sabzi ekstraktlari oshqozoningiz himoyasida ko'maklashadi. Muolaja o'tkazayotgan kunlarimning birida bir odam keldi. Qarasam, u qorin qismining pastrog'ida allaqanday noqulaylik va og'riqni his qilyapti. Uning holatini ko'rib, unga ice berdim. Taxminan 10-15 daqiqadan so'ng u menga qarab, "Menga nima berdingiz?" dedi. Qornim shu qadar og'riyotgandiki, hozir u o'tib ketdi. Shunday natijani olgan odam albatta ertasi kuni ham keldi. Shartnoma tuzdi. Bugungi kunda esa u boshqaruvchi direktor lavozimida ishlayapti. APL mahsulotini ishlab chiqariluvchi innovatsion texnologiyasining asosiy omili shundaki, unga ko'ra barcha foydali vositalar 10 barobar ko'payadi. Buning natijasida qisqa fursatda uning samarali ta'siri tezda sezila boshlaydi. Norm mahsuloti qanday ta'sir qiladi?
Qandli diabetni muolaja qilishda qo'l keluvchi bir qator shifobaxsh giyohlar bizga ma'lum. Jamlanmada ular qondagi shakar tarkibi darajasini kamaytiradi. Shuningdek, organizmning umumiy sog'lomlashishiga turtki bo'ladi. Har bir a'zoga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bu esa sodir bo'lishi mumkin bo'lgan qandli diabetni va unga sabab bo'luvchi boshqa omillarni oldini oladi va shu yo'sinda ularni bartaraf etadi. Pepper ham mana shu tarzda ishlaydi. U uzoq umr ko'rish va jigar salomatligini ta'minlaydi. Anchadan buyon to'g'ri ovqatlanishga harakat qilyapmiz. Pepper esa vitaminlar xazinasidir. Bu qandlar faqatgina tabiiy masalliqdan tayyorlanadi. Bu esa menga yoqadi. Accumulate SA texnologiyasining afzalligi shundaki, mahsulot ta'siri og'iz bo'shlig'idan boshlanadi. Mana shu yo'sinda faol va foydali masalliqlar qonga so'riladi. Bu esa qandning tezkor ta'siriga izoh bo'la oladi. Shuning uchun kundalik behalovat holatdan chalg'ish uchun shunchaki relax darajasini iste'mol qilish kifoya bo'ladi. Relax darajasini yoga mashg'uloti bilan qiyoslash mumkin. Ular charchoq hissini sezilarli darajada kamaytiradi, asab tizimini sokinlashtiradi, g'azabdorlik va uyqusizlikni bartaraf etadi. Komponentlarning g'aroyib uyg'unligi nafaqat tinchlantiradi, shuningdek, asab tolalarini saqlagan holda organizmni kerakli vitaminlar va minerallar bilan to'yintiradi. Agar sizga va nihoyat hayotni to'liq zavq bilan yashash uchun ilhomlanish va quvvat yetarli bo'lmasa, sizga GTS darajasi yordamga keladi. Tezlik, qulaylik va olg'a intilish. Men shularni sevaman. GTS fikrimni bir joyga jamlashga va o'z hislarimni boshqarishga yordam beradi. Kerakli paytda xotiram va asablarim menga pand bermasligiga ishonchim komil turadi. Ko'k choy tarkibiga kiruvchi ekstraktlar ananas va krishovnik mo'jiza yaratadi. Jismoniy chidamlilikni kuchaytiradi va aqliy faollikni oshiradi. Surunkali xorishdan forig' etadi. Xotirani kuchaytiradi va diqqatni jamlaydi. Shubhasiz, bizning ko'magimizga muhtoj bo'lganlar haqida ham qayg'urdik. Issiq va shinam oqshomlarni nabiralarim bilan o'tkazaman. Bu bebaho. Xart qandlarining tarkibidagi tabiiy masalliqlar qon tomirlarida paydo bo'lgan tiqilishlarni bartaraf etadi, yurak faoliyatini yaxshilaydi. APLning Slide mahsuloti esa 7 ta komponentlarning yig'indisidir. Ularning bari qon tomirlari faoliyati uchun foydalidir. U qo'shma tolalar shikastlanish jarayonini sekinlashishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun ham sog'lom turmush tarzi tarafdorlari uchun u ayni muddaodir. Tomirlar salomatligini ko'p yillarga saqlaydi. Yoshim 56 da, o'zimni esa yosh his qilaman. Bu juda qadrli vosita. Slide tomirlarimni kengaytirdi. Endilikda og'riqsiz harakatlanishim mumkin. Og'riq haddan ziyod kuchayib, unga chidashning imkoni qolmaganida, biz tom ma'noda o'z organizmimizni kuchli og'riq qoldiruvchi dori vositalari bilan zaharlaymiz. Ammo tabiiy va eng muhimi xavfsiz muqobil vosita bor. APL kompaniyasining Stop mahsuloti tabiiy ekstraktlar organizmdagi faoliyatni bir me'yorga soladi va tezkor og'riq qoldiruvchi ta'sirni ko'rsatadi. Stop og'riq ustidan g'alabadir. Biz sizga Accumulate SA texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan mahsulot haqida ma'lumot berdik, ammo bu hali hammasi emas. APL kompaniyasi shuningdek Black Ocean nomli ajoyib kosmetika mahsulotlarini ham ishlab chiqaradi. Yuqori sifatli mahsulotlar Everyday turkumida tish sohasidagi fresh va albatta yangi ultra zamonaviy iforlar jamlanmasi Extravaganzani ham o'z ichiga oladi. Bu eng zamonaviy mahsulotlarning aql bovar qilmas yig'indisi bo'lib, ular yangi avlod mahsulotlari hisoblanadi. Ular sizga munosib va bekamuk o'z hayot tarzini taqdim eta oladi.